Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilar va bizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar, qo'y chorvash quvozlari. Mana bunday gigant toza kashtan qo'chqorish quvozlari. Agar Xudo xolasa bugunga bitta qo'chqorni zo'ridan gapda shularga sizlarga qo'ldan kelgancha video obzor qilib, bu haqida ma'lumotlarni sizlarga qo'ldan kelgancha yetkazib berishga harakat qilamiz. Akalar, videoni oxirigacha ko'rib, qo'llab-quvvatlab, like bosib, obuna bo'lib turaverasizlar. Bugun biz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i Dilxon akamizda xonadonlarga keldik. Dilxon, o'zingiz yaxshisiz, suyimsiz? Ha, yaxshi. Qo'yni ham o'ta zo'ridan olib kelibsiz-a? Qo'yni hisorisidan olib keldim. Toza variantidan keldi bitta. Zo'ridan ekan, ha, kashtan variantidan ekan. Durdona deganidan keldi. Shu. O'ta zo'ridan bunda sekin ma'lumotni beraverasiz endi. Bu Qirg'izistondan tushdi, toza. Necha kun bo'ldi deganiga? Kelganiga 2 kun bo'ldi. Ya'ni 2 kun bo'ldi. Qirg'izdan olib tushilgan, qayda boqib turilgan. Ha, boqib turilgan. Ha. Qirg'izistondan olib kelingan o'zi, ha. Olib kelingan, boqib turilgan. Hozir zotqa tavsiya qilamiz. Zotkada endi bu go'shtga olinmaydi-yu, zotka. Olmaydi-yu, endi zotqa mana qarang. Jundi ko'ryapsiz-ku. Toza kashtandan yaltillaqlar buni. Tavsiya qilib qolamiz. O'ta zo'ridan bir dona gapda o'zi bunaqasidan, ha. Bir dona keldi. Bar razreslari ham o'ta joyda kelishgan. Yaqinlari. Dilxon bu hali tish chiqarmaganmi? Yo'q. Qo'zi 10-11 oylik qo'zi jonivor mana. Nimalar isbotini. Qo'zi hali. Jonivor. Shu zotqa boqaman deganlarga, qo'yga qo'shaman, ko'paytiraman deganlarga tavsiya qilib qolamiz. Bo'ylari necha chiqdi o'lchadingizmi? 90 pilisga olishaveradi bo'ylar. 90 pilisga olishaveradi. Uzunligi 95 pilisga olish. Uzunligi 95 pilis. Qarang, sirg'alari ham bu jonivorda. 2 dona. To'shlari ham o'ta kelishgan jonivor. O'ta zo'r narsa ekan. Qo'yga qo'shaman deganlarga tavsiya qilib qolamiz. O'ta zo'r variantdan bir dona. Shoshilib baloga chiqaramiz. 40 ta 50 ta sovliqqa qo'shib 2 yil 3 yil bolani olganda zo'r narsa. Hozir baraka topadiganlar bir donasidan. Jonivor Yuzlari ham o'ta tinni. Jonivor. Dilxon, endi bu narxini ham arzon qilib chiqarib berasiz-da. Narxini ham arzon qilib beramiz. Qo'yingiz o'ta zo'r, go'zal variantdan kelibdi. Xudo xolasa olgandan buni sekin baraka topib duo qilib boqadi. To'g'ri. Bu narxi necha pul deysiz? $1,500 deymiz, kami bor deymiz buni. Kami bor. Ha, kami bor. Kamiga qancha o't berasiz? $50 o't beraman. Qancha o't berasiz? $50 o't beraman bug'a. Tekis $100 o't qo'ying. Tekis. Mayda juda qilmasdan. Yo, katta qo'y, katta o'tasizda endi. Bo'l $1,400 ga olsa Samarqandgacha da Samarqandgacha. Joningiz sog' bo'lsin. Obunachilar olishadi. shoshilib baloga chiqaveramiz. Bunaqasi o'ta noyobdan kamdan. O'ta kam kelyapti bunaqasi. Shoshilib baloga chiqaveramiz. $1,400 ga bo'lsa, dastavkalar Samarqandgacha undan yog'iga kelishilgan holda. Ha, kelishilgan holda chiqarib beramiz. Undan yog'i ham chiqarib berilaveradi. Kelishilgan holatda. Bo'ldi. Obunachilar shoshilib baloga chiqaveramiz. Bugunga shular-a, bir dona. Bir dona qo'chqorimiz bor. Obunachilar, videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsalaring, like bosib, obuna bo'lib turasizlar. Bundan da zo'rlarni chiqarishga harakat qilamiz. O'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.